Bucha internetda zvezda bo'lar, bizlar yomonlashga tushibdi. Qani ko'rsatingchi? Mana qo'lini bunday qilyapti. Ben bolalarini menga tashlab o'zlari qarashgani ko'chaga chiqib ketishardi. Bu yerda sizni ismingiz aytilmagan-ku. Ha, yana sizni haqorat ham qilmagan. Mana bunday qilgani, haqorat qilganimi shunda? O'zi ba'zi rakamni ajratuvdik. Iflos. Zo'r bo'lib ketibdi bizdan ko'ra. O'zicha zvezda. Shuni ustidan arz qilaylik, yozing. Bunga ayblab qo'ya olmaymiz. Sizni urmagan bo'lsa, intervyuda ismingizni aytmagan bo'lsa, sizni haqorat qilmagan bo'lsa, nima deb ayblab qo'yamiz? Haqorat qildiki bunday qilib. Bu yerda haqorat qilgan bo'lsa, guvohingiz bormi? Mana guvohim. Ayting, Nonisa xolasi, meni anaqa haqorat qilganmi? Birinchi siz boshlaganingizni ham aytaymi? Faqat uni yomonlang. Dutti tilla komplekt mendan. Ey, unaqasi dunyolarda yo'q, bilasizmi? Mana beozorgina qo'shnimni u kelin tushmay ko'r ajrashib ketsa ham, o'tsa ham, ketsa ham haqorat qiladi. Ey, uchi epsiz, sepsiz kelin, bilasizmi? Hamma yegan ovqatlarni yemaydi. Bir kun ko'rib qoldim, Diet Bistro degan joyga borib ovqatlanib o'tiribdi ekan. Bora olmasa, zakaz qilib derazadan ovolyapti-da. Kelin, nimaga bunaqa qilasiz? Hamma yegan ovqat yeysiz bo'lmaydimi desam, bu eko mahsulotdan qilinadi. Diet Bistroning ovqatlari semirtirmaydi, kaloriyasi past deydi. Ham 24 soat ishlaydi deb reklama qildi. O'shandan beri Diet Bistrodan ovqat yeyman. Shunday yengil ixchamgina bo'lib qoldim. Qani yomonligi? Yaxshilik qilibdi-ku. Yomonlamaysizmi? Baba yomon-da. Xo'p, men sizlarni ogohlantirib qo'yay. Agar yolg'on gapirib, yolg'on guvohlik berib, tuhmat qilayotgan bo'lsangizlar, 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi yoki katta shtraf to'laysizlar. Agar gapirayotgan gaplaring rost bo'lsa, kelinni o'zi javobgarlikka tortiladi. Nimaga so'raysiz? Uni shartta qamab tashlamaysizmi? Yo'q, albatta. Nima shunchaki yozaveramanmi? Surishtiriladi, izlanadi, bilinadi. Nima odam hayoti sizlarga o'yinchoqmi? Sen aytdingda shuni yozaylik deb. Qamaymiz deysizmi? Ey, u yaxshi qiz, mana qo'shinlarim yomon. Hazillashdim, ey. Meni gapim ana emas. Ya, erim bilsa o'ldiradi meni. Ana endi sizlarda asl basharalaring ochildi. Bechora kelinni haydab yuborgan bo'lsanglar ham, o'zi bola chaqasi uchun harakat qilib, reklama qilib, pul topayotgan bo'lsa, sizlarga nima og'irligi tushyapti? Ey uka, biz ham gaplarimizni qaytarib oldik. O'zi aslida yaxshi qiz. Biz prank qildik-da. O'zi biz bilan yashamaydi, ajrashib ketgan. Shuda blogerlikda orqasidan pul ko'payib ketgan. Shunda bizniki. Nima sizniki? Achyapti.